Ben 8 ay oldin institutga chalingandim. 2-3 meditsina sohasida yanada bo'landim, lekin unchalik natija bo'lmadi. Mana bunga birinchi martasi 7-fevralga kelib 7 kun davolanib ketdim. Mana 24-chi yana keldim 10 kundan keyin. Chiqib xudoga shukur yurishim yaxshi, chiqib mana yaxshi qilyapti, qo'yib. Demak, tavsiya berasiz. Tavsiya beraman. Juda ko'p dardga u. Rashid aka, siz qanaqa fikrdasiz? Men Payar tumanidan keldim. 4 oy bo'ldi. Shu katta nomda grija vardı. Yurolmay kelgandim. Xudoga mana yaxshiman, mana yurib ketdim. Ol kuchli edi. Mana hojibonning qo'li yengil bo'lsin. Farruh aka, siz nima deysiz? Rahmat. Davletim olsaydi har kun to'rt zo'r ekan. Hozir yaxshi. O'zgarish bor. O'zgarish zo'r. Bundan Yaxshi, foydasi zo'r bo'lyapti. Hammaga tavsiya qilamiz. Men Payar tumanidan keldim. 4 yildan beri shoh nerv kasalligi bilan qiynaldim rosa. Kecha keldim, bir kun oldim. Xudoga shukr, dorilarni tashladim bir kunda. Hojiboni ular dard ko'rmasin. Alloh shifongizni bersin. 10 yildan beri sahrim bor. Ikkinchi tip sahri diyabetman. Shu bir 10 kun bo'ldi, chap tomonimdan grija bo'lib, belimdan, yonboshdan bu tiza bilan to'biq oralig'ida yomon qattiq og'riq bo'ldi. Yurolmay qoldim. Mana bugun 4-kun. Biz yaxshi, zinalardan kecha chopib chiqdik. Qo'shnikom, Rashid akaman. Xudoga shukr yaxshi, dard ko'rmasin hojibon. Alloh hamma bemorlarni dariga shifo bersin. Amin. Alloh taolo hamma dardlarga shifoyi komil bersin. Ikki dunyo yaxshi izlanadi. Amin.